hech narsa qolmabdi. To'rishingni qilib yeb ichib o'tiravermang. Hocam. Nima qilasan, yursinlar? Oynalarda turdim hocam. Hocam bugun oyim tug'ilgan kunlari edi, borib kelmoqchi edim. Oldin qolgan ishlarni qilgin, uydiga keyin gaplashamiz yo. Ol bolam, ol, yeb o'tir. O'zim o'rgili, ol bolam, charchamadingmi? Ol. Hozir bolam. Bolam ovqatlanishni. Uyda ovqat berishmaydimi? Shu nochor oyligiga berib qo'ydim bolamni. Oyi, opam ovqat yemaydimi? Stoldagi hamma narsani yeb tashladilar-ku, odamni sharmanda. Voy bilamanmi bolam, hayron qoldim, o'zim ham uyalib ketdim. Hammani ichida yeyishini qara. Och qovatdimi deyman-de uyiga. Shu xonadoni ham shu kamsiqim xonadon o'zi bermayman dedim. Boshida yoqmovdi menga bular. Dasturxon yozishidan yoqqani yo'q edi. Endi ertaga bitta bozor qilib kelamizmi? Endi gapirmagin, sen ham o'shaqa joyga tushib qolma bolam.